Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozirgina Facebookda bir videoga ko'zim tushdi. Uni nomini nima qo'yishibdi? Aytmang nomini. Xullas, kalom. O'sha nomdan kelib chiqib shunday deyishim mumkin. Bu tur videolarning Facebook, xoh YouTube, endi YouTube'da ko'p uchramaydi. Balki uchrayotgandir, men uchratganim yo'q. Bu tur videolarning namoyish etilishi Instagramda ko'proq uchraydi. Bu inson tarbiyasiga juda salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq turgan gap. Salbiy ta'sir ko'rsatadi ham. Va men bunday holatlarni yoqlamayman. Bunday bo'lishini ham istamayman degan bo'lardim. Ya'ni inson tarbiyaviy jihatdan yutuq bir kontentni ko'rsa, ma'naviy jihatdan tarbiya olsa, bu buyuklikdir. Ma'naviy qashshoqlik esa ma'naviy buyuklik boyagi yutuq bir darajadagi kontentlarni tomosha qilish ma'naviy buyuklikdir. Yo'q, agar qandaydir bir tarbiyaviy jihatdan nopok bo'lgan kontentlardan tomosha qilgan har qanday inson o'zini yutuq tarbiyali zot deb bilmasligi kerak. Agar mana shunday kontentlar to'xtatilsa, YouTube yoki har qanday bir platformada efirga chiqish to'xtasa, har qanday millat yutuq darajaga chiqadi.